Prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga 17 nafar hokimning lavozimiga loyiqligini ko'rib chiqishni topshirdi. Davlat rahbari raisligidagi birinchi yarim yillik yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda sanoat o'sishi sust bo'lgan Yangiobod tumani, shuningdek, o'sish surati tushib ketgan G'ozg'on shahri, Muzrabot, Qiziriq va Oltiariq tumanlari hokimlarining lavozimga loyiqligi ko'rib chiqilishi belgilandi. Prezident ishlar susaygani uchun Kasbi, Denov, Toshkent tumani, Jizzax shahri, Paxtaobod, Navoiy shahri, Jomboy, Toyloq, Bandixon, Mirzacho'l, Yozyovon va Bektemir hokimlarini ham tanqid qildi va bosh vazirga ularning ham lavozimga loyiqligini bugunning o'zida ko'rib chiqishni topshirdi. Buxoro viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Botir Ahmedov esa yig'ilishning o'zida ishdan olindi. Bunga viloyatda aylanmasi 100 million so'mdan yuqori bo'lgan 162 ta korxona ketma-ket 3 yil faoliyatini zarar bilan yakunlagani uchun 1 so'm ham foyda solig'i to'lamagani, shuningdek 1,5 mingta korxona qo'shilgan qiymat solig'i to'lamasdan faqat qo'shimcha qiymat solig'ini chegirib yurgani sabab bo'lgan.